1990 yılı 5 aprel yüz bergen Barin qirg'inchiligining 34 yilligini shehidlarni xotirlash hamda Xitoyning Sharqi Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini Muborak Ramzon oyida Sharqi Turkiston xalqining ro'za tutishini cheklash jinoyatlarini kun tartibga keltirish uchun İstanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida Barinni unutilmaymiz, ro'za tutishdan voz kechmaymiz temasida namoyish hamda axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi. Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar birligining tashkillashi bilan o'tkazilgan namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishida oldi bilan birlik raisi Hidayatullo O'g'izxon bayonot o'qib o'tdi. Barin inqilobining 34 yilligi munosabati bilan Uyg'ur ommaviy tashkilotlari 5 fevral Anqarada xotirlash yig'ini o'tkazdi. Uyg'ur Akademiyasi fondi jamiyati, Sharq Turkiston tadqiqot fondi jamiyati va Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondi jamiyati bilan hamkorlashib uyushtirilgan bu xotirlash yig'iniga siyosiy partiya vakillari, jurnalistlar, ommaviy tashkilotlarning boshqaruvchilari, akademiklar, Ozarbayjon va Afg'onistondan kelgan muhim mehmonlar qatnashdi. Xalqaro kishilik huquq xizmati tashkiloti 4 aprel bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni Uyg'ur qirg'inchiligini o'z ichiga olgan qabih jinoyatlarni javobgarlikka tortish, uning qayta yuz bermasligiga kafolat qilishda o'zlarining qonuniy ham axloqiy burchini ado qilishga chaqirgan. Bayonotda ta'kidlanishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar qabih jinoyatlarni javobgarlikka tortishda uning qaysi joyda yuz berganligiga qaramaslig'i kerak ekan. Bu tashkilotning bayonoti musulmon ellari va O'rta Osiyodagi turkiy jumhuriyatlarini o'z ichiga olgan nurg'un davlatlar Uyg'urlarning vaziyatiga ko'z yumayotgan yoki Xitoyning Xinjiang siyosatini oshkora qo'llab, bu masalaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida muzokara qilinishiga to'sqinlik qilayotgan bir vaqtda e'lon qilingan. Amerika armiyasining Tinch okean qo'mondoni general Charles Flynn o'zining Xitoy armiyasining butkul rayondagi harbiy kuchining eshishidan andish qilayotganligini bayon qildi. Yaponiya davlat televiziya stansiyasi NHKning xabariga qaraganda, general Flynn Tokioda o'tkaziladigan muxbirlarning kutilish yig'inida Xitoy armiyasining iqtidorini oshirganligini bayon qilgan. Flynn yana mundaq degan: Xitoy armiyasi iqtidorini tadrijiy oshirdi. U hozir mas'uliyatsizlik qilish va harbiy vositalarni ishlatish yo'liga qadam qo'ydi. Amerika Moliya ministri Janet Yellen Xitoyni ziyorat qilganda Xitoyning to'kliq mashina va qayta hosil bo'ladigan energiya aslahalari qatorliq yangidan gullanayotgan sohalarga mablag' selishi bilan ishlab chiqarish iqtidorining eshib ketishining dunyo iqtisodidagi tangpungsizlikni keltirib chiqaradiganligini ogohlantirdi. Amerika Moliya ministri ziyoratining birinchi bekatida Xitoyning janubidagi Guangdong o'lkasining markazi bo'lgan Guangzhou shahrida Amerika savdo uyushmasi vakillari bilan ko'rishdi. Yellen yig'in jarayonida Amerikaning Xitoy bilan sog'lom iqtisodiy munosabat o'rnatishni xohlaydiganligini va Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatni uzmoqchi emasligini ta'kidladi. Ammibab, ya'ni Volkswagen shirkatining bosh ijroiya amaldori Oliver Blume Xitoydagi bozor o'lishi uchun g'oyiviy nishonni bekitishdan saqlanishni xohlaydiganligini, keskin raqobatni ko'zda tutib 10% dan yuqori har qanday nisbatning ahamiyatli bo'ladiganligini aytdi. Oliver Blume juma kuni Germaniya FAZ gazetida shirkatning Xitoyning to'kliq mashina bozoridagi o'rni haqida baho berdi. Ma'lum bo'lishicha, Volkswagenning Xitoydagi umumiy bozor ulushi 2018 yildagi 18% dan bulturqi 14% ga tushib qolgan. Yevropa İttifaqı va Ukraina Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Rossiyaning siyosiy va harbiy amaldorlari sotlanadigan alayda sud ta'sis qilish uchun tirishayotganligi ko'rsatildi. Yevropa İttifaqı Adliya komissari
dedi Reynders. Keyingi qadam siyosiy iroda masalasi dedi.